Assalomu alaykum hammaga. Bugun HTMLdan 4-chi darsimizni ko'rib o'tamiz. Demak, 4-chi dars uchun kerakli papkani yaratib olamiz va papkamizni Visual Studio'da ochib olamiz. Yayamiz index.html. Demak, faylimiz tayyor. HTML head title 4-chi dars body. Bugun HTMLda jadval yaratishni ko'ramiz. Hop, jadval yaratishimiz uchun bizga asosiy table tagi kerak bo'ladi. Tuple. Hop, table tagi bu jadval yaratadi va uning ichiga qator va ustunlar bor. Qator yaratishimiz uchun tier degan tagni ishlatamiz va qatorni ustunlarga ajratishimiz uchun td. Har bitta ustun bitta td deylik. 4 ta ustun yoki 3 ta deylik. 3 ta ustun bor. Birinchisi hop, ism, ikkinchisi familiya, uchinchisi yosh. Hop, endi birinchi qator e, uchta ustundan iborat bo'ldi va ikkinchi qatorni yarataman endi. Natijasini ko'rib olaylik. Mana jadvalimizni uchta ustuni. Hop, endi ikkinchi qatorni yaratish uchun yangi tier qaranglar. Birinchi tierdan chiqqan holatda oxirgi pastga tushib yangi tier yaratamiz. Va uni ham uchta ustuni bo'ladi. Xo'sh, ismga to'g'ri kelish kerak endi. Xo'sh, deylik. Jamol. Familiyasi Kamolov. Yoshi 17da. Va yana bitta. Tier TT. Xo'sh, Sanjar Salomov. Yoshi 15da deylik. Hop, jadvalimiz tayyor. Endi buni jadvalimga chegara chiziqlar kiritishim uchun ota tek, eng katta tek, table tagiga border degan atribut yozaman. Border qiymat bersa ham, bermasa ham bo'ladi. Mana 1 deb qo'ysam ham, qo'ymasam ham jadval chiqarib beradi. Mana jadvalim tayyor. Xo'sh, jadvalga yangi qator qo'shishim kerak bo'lsa, birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator. Yangi qator qo'shish kerak bo'lsa, shundan keyingi pastidan qo'shib ketilaveradi. Xo'p, endi bunda hop, yana qo'shimcha atributlar bor. E, Deylik, mana bu ikkita chiziq orasidagi masofani kengaytirmoqchi bo'lsak, deylik 10. Mana oradagi masofalarni kengaytirish yoki umuman orasidagi masofa umuman bo'lmasin desam 0 qilib qo'yaman. Mana chiziqli jadval hosil bo'ladi. Va shu bilan birga padding degan atribut bor. Bu endi chegara chiziqlari va ichidagi yozuv orasidagi masofani bildiradi. Bunga ham mana 10 piksel berdik. Mana yoki 3 piksel. Mana o'rtacha. Demak, bu ikkita chiziq orasidagi masofa, bu esa yozuv va chiziq orasidagi masofani bildiradi. Hop, jadval yaratishni ko'rdik. Ana endi deylik jadvaldagi ikkita ustunni yoki ikkita katagini birlashtirmoqchiman. Bu uchun nima qilamiz? Qanday ishlar amalga oshiramiz? Hop, ism va familiya ikkita katagini birlashtirmoqchi bo'lsam, Colspan degan atribut bor.
Qo'lspan birinchi katak qoldirib, ikkinchi katakni o'chiradi va birinchi katakka qo'shib beradi. Qo'lspan, mana birinchi katak, undan keyingi katak, mana hop, bunga yozamiz. Qo'lspan o'zi bilan birga nechta katak qo'shib olish kerakligini aytaman. Ikkita katak. Qo'shib bergan katagimni esa o'chirib tashlayman. O'chirib tashlandi. Keling, mana bu joyda 17 va 15 ni birlashtirdim. Endi hozir gorizontaliga birlashtirdik. Endi vertikaliga ikkita katagini birlashtirmoqchiman. Gorizontal bo'lsa Colspan, vertikal kataklar birlashmoqchi bo'lsa Rospan degan atribut ishlatiladi. Mana 17, mana bu esa 15. Shu ikkalasini birlashtirishim kerak. Kelamiz. Rospan va nechta katak birlashyapti? Ikkita katak va birlashgan katakni o'chiramiz. Mana. Demak, 17 va 15 ni birlashtirib bitta katak hosil qildik. Xo'sh, endi hozircha jadval yaratish bo'yicha shular. Endi bitta amaliyot ko'rib o'tamiz. Endi amaliyot uchun mana bu misolni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, qarasak, yonma-yon va tepadan pastga qarab qo'shilgan kataklar ham bor. Hop, buning uchun bizga birinchi yangi table kerak bo'ladi. Bu yer kiramiz, işte pastga tushamiz. Yangi table va tablening ichida chiziqlar ham kerak. Border ozgina orasidagi masofa berib ketamiz. Piksel. Hop, ko'rib olamiz. Endi bu o'zi nechta qator va nechta ustundan iborat ekanligini ko'rib olishimiz kerak. Mana bu joyda mana birlashgan kataklar bor. Mana bu joyda birlashgan kataklar bor. Mana bu joyda birlashgan kataklar bor. Bu joyda ham birlashgan kataklar bor. Va bu joyda va bu joyda. Ozgina egri bo'ldi. Demak, qarasak 1, 2, 3, 4. 4 ta qator. 1, 2, 3, 4. 4 ta ustundan iborat. Boshladik. Diğer 4 ta ustun bo'lishi kerak. Va xuddi shundan qatordan 4 ta kerak menga. 2 ta, 3 ta va 4 ta. Kelinglar qo'shilib ketmasligi uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi qator deb yozib olaman. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator va to'rtinchi qator. Endi birinchi qator birinchi va ikkinchi ustunli birlashgan. Kelamiz. Birinchi qator birinchi va ikkinchi ustunli birlashishi kerak. Birinchi qatorni birinchi ustuniga yondagisini qo'shib olishni aytamiz. Demak, gorizontal qo'shib olish qo'lspan. Ikkita katak birlashgan. 1, 2. Demak, yozdik va birlashgan katakni esa o'chirib tashlayman. Demak, tayyor. Xo'sh, undan keyin endi ikkinchi qatorga o'taman. Ikkinchi qator. Ikkinchi qatorda birinchi katagi pastidagi 3 ta katakni o'ziga qo'shib olgan. Demak, ikkinchi qatorni birinchi katagi pastidagini vertikaliga qo'shib olgan. Va bulardan bitta-bitta o'chiramiz. Bitta va bitta. O'chirdik. Tayyor. Ikkinchi qator birinchi katagi to'g'ri, uchinchi katagi ham to'g'ri, uchinchi katagi ham, to'rtinchi katagi ham to'g'ri turibdi. Hech narsa qo'shilmagan. Undan keyingi uchinchi qator birinchi katagi qo'shib berdik. Uchinchi qatorni ikkinchi katagi va uchinchi katagi qo'shilgan. Uchinchi qatorni birinchi katak ketgan edi, 2 va 3 birlashishi kerak.
Uchni o'chiraman. Bunga qo'shib beraman. Yondagini qo'shib olish Colspan 2. Qo'shdik. Uchinchi qator. Buni uchta katak birlashgan ekan. Ikkita emas, uchta deymiz. Va bu katakni ham o'chiramiz. Uchta katak mana shunaqasiga birlashdi. To'rtinchi qatorga o'tamiz. To'rtinchi qator birinchi katak tepaga qo'shib bergan edik. Mana bunga qo'shib bergan edik. Bu yo'q. Va ikkinchi katagi bor. Uchinchi katagi va to'rtinchi katagi birlashgan. Demak, mana bu 3 va 4 katak bo'ladi. Qo'lspan 2. Va buni o'chiramiz. Va natijani ko'ramiz. Xo'sh, natijamiz tayyor. Mana natijamiz. Va ichidagi yozuvlarni yozib o'tirmadim. O'zi asli o'chirib chiqamiz yozuvlarni. Xo'sh, ozgina chalkashmovchilik bo'ldi. Ko'ramiz. Mana bu narsa edi. Bizniki esa mana va ko'ramiz. Mana. Demak, birinchi, ikkinchi kataklar qo'shilgan. 3, 4 turibdi. Va ikkinchi qator 3 ta katak qo'shib olgan. Bu uchalasi birdek turibdi. Va uchalasi birlashgan va bu. Demak, tayyor ichidagi yozuvlarni yozib o'tirmadim. Demak, amaliyotimizni ko'rib bo'ldik. Va bugungi jadvallar mavzusi darsimiz shu joyda nihoyasiga yetadi. Hammaga sog' bo'ling.